$33,000 50 kvadratli g'ishtdomizdan birinchi qavatini topib qo'yganmiz. Ko'rasiz 4 qavatli g'ishtdomizdan birinchi qavatda sotuvga chiqqan. Oldidan ko'rasizlar, parkovkalar katta, nari tarafda bolalar joylari ham bor, maktab, bog'cha, hamma sharoitlari zo'r. Lokatsiyani tushuntirib beramiz. Ohangaron shahar kelganimizda ko'p turgan edi. 5-maktab orientirasi bo'ladi. Bu tarafdan trassga chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Mana shu g'ishtdomizdan birinchi qavat sotuvga chiqqan. O'zi parkovkalari va orqa taraflarida parkovkalarga ega. Bitta sanchkadan kirib obzorni qilib beramiz. Video davomida albatta narxini ham aytamiz. Главный ishudan kirib ko'rayotganimizda kirib qo'yganimizni ko'rasiz. Bu tarafimiz alohida o'zining hojatxonasi, yonginasida o'zining yuvinish xonasi. Keling, bu yerlarni tushuntirib beramiz. Kirib kelganimizda ko'rib turganlaringizdek, o'zini bitta mehmonxonasi bo'lyapti. Mehmonxonasini ko'rasizlar, remontlar yaxshi holatda. Bu tarafimiz birinchi ko'tarilgan xonamiz, o'zining yotoqxonasi. Mana ko'rib turgan ota-onalar uchun yotoqxonamiz, mebeli, bu taraf shkaflari hammasi 100% qoladi. Yukkalarkanimiz qaranglar. Bu tarafimizda o'zining oshxonasi. Oshxonada ko'rib turgan barcha mebel texnikalar hammasi 100% qoladi. Bu tarafda o'zining balkon qismimiz bo'lyapti. Balkonning o'rtasi keng katta qilib tashalgan. Uyimizning holatini ko'rdinglar, remontlar yaxshi holatda bo'lyapti. Bitta oilamizga bemalol yetadi. Uyimizning umumiy kvadrat metri 50 kvadratdan iborat. Narxini mana shu ko'rib turgan tushuntirgan mebel jihozlarim bilan yana e'lon qilishasizlar. Narxini $33,000 bilan baholashyapti. Yana o'tirgan joylari ham bor. Pastini uylashib qolamiz. Qiziqqan telefon qilib bo'ladi. Lokatsiyani ham bir bor tushuntirib beramiz. Lokatsiyamiz Ohangaron tumani, Ohangaron shaharga kelganmiz. Orientirimiz 5-maktab bo'lib, 5-maktab orqa tarafida bo'ladi.